ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Arshni soyasida soyalanadigan insonlardan birlari shuki, ikki do'st, ikkita inson Alloh yo'lida bir-biri bilan jam bo'ladi, Alloh yo'lida do'st tutishadi, Alloh yo'lida ibodat qiladi, Alloh yo'lida yaxshilikka chorlaydi, Alloh yo'lida yomonlikdan qaytaradi va Alloh yo'lida bir-birlar bilan ajrashadi. Ajralayotgan vaqtida ham Allohning panohida bo'ling deb xayrlashadi. Shu insonlar qiyomat kunida arshning soyasining ostida soyalanib o'tiradi. Xudo saqlasin, inson dunyoda do'stlik qilib, do'stlik libosini kiyib, dushmanlik ishini qilishlikdan Xudo saqlasin. Yo'q deysiz buni? Dar libosi do'sti sozan kar dushmani hasbul imkon vojib az kaydi ishon ijtinob deb Rumiyning gaplari bu, bizning gapimiz emas. Deydilar. Seni atrofingga do'stlik libosini kiyib, dushmanlik ishini qilib, orqangdan pichoq uradigan insonlardan ehtiyot bo'l. O'zing ehtiyot qil, senga saqlanishlik vojib deydi.